Bu Gimpo shahri Seulga yaqinroq joyda joylashgan. Biz uyimizdan 60-70 kilometr uzoqlikda joylashgan. Bu hozir kelgan joyimiz. Keyin bu kirmoqchi bo'lgan joyimiz qo'riqlanadigan joyligi uchun, ya'ni qo'riqlanadigan hududligi uchun yoki shunday kirib bo'lmasa ekan. Kirishdan oldin qanaqadir dokument to'ldirib kirish kerak ekan. 차번호요. 모르겠는데. 대표소를 직접 가세요. 그게 아니야? 저기는 북한이래 이제. 유튜브. Mana mana shu tomoshalovchi Shimoliy Koreyadan ko'rinar ekan. Mana bag'i Shimoliy Koreya. Juda ham yaqin. Atiga 1400 metr uzoqlikda. Bu uylar ham ko'rinib turar ekan. Mana dengizning u tarafi Shimoliy Koreya. Hozir kamerada qanaqa ko'rinadi bilmadim, lekin bu yerda ko'rsiz, rostdan kelib ko'rsiz, вообще yaqin. Juda ham yaqin ko'rinar ekan. Mana это бизнес qilyapsiz, qarang. Odamlar ko'rinyapti. Mana bro. Hozir. Hammasi dehqonchilik qilyapti. Uylar ham mana eski ekan, lekin qarang, qulab tushaman deyapti. Toshkentda maktab ham bor ekan shekilli. Maktabga o'xshagan joy ekan. 1,5 kilometr. 1,5 kilometr uzoqlikda joylashgan. Atiga. Kafechiga kirib turamiz. Odam lekin shuncha. Joy umuman yo'q. 감사합니다. 이스까나 라떼 커피. 아, 오늘이다.